Eronning Amerika tomonidan taklif etilgan urushni to'xtatish bo'yicha so'nggi hujjatga javobi yakshanba kuni Pokiston vositachilariga yetkazildi. Bu haqda Eronning rasmiy IRNA axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, taklif etilgan rejaning dastlabki bosqichida muzokaralar asosan mintaqadagi harbiy harakatlarni to'xtatishga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, 28-fevral kuni Isroil va AQSh Tehron hamda Eronning boshqa shaharlariga qo'shma zarbalar bergan edi. Hujumlar oqibatida o'sha paytdagi Eron oliy rahnamosi Ali Xomanaiy, yuqori lavozimli qo'mondonlar va tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Shundan so'ng Eron Isroil va AQShning mintaqadagi manfaatlariga qarshi raketa va dron hujumlari bilan javob qaytargan. 8-aprel kuni o't ochishni to'xtatish rejimi kuchga kirgandan keyin Pokiston poytaxti Islomobod shahrida Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyalari o'rtasida muzokaralar o'tkazilgan, biroq uchrashuvlar yakunida tomonlar kelishuvga erisha olmagan. Indoneziyaning shimoliy Halmahera hududida joylashgan Dukono vulqoni otilishi vaqtida bedarak yo'qolgan 2 nafar singapurlik sayyohning jasadi qutqaruvchilar tomonidan topildi. Qo'shma qidiruv-qutqaruv guruhi ma'lumotiga ko'ra, qurbonlar vulqon krateri yaqinidagi xavfli hududda katta tosh ostida qolgan holda topilgan. Jasadlarning kuchli shikastlangani aytilmoqda. Kuchli yomg'ir va murakkab tog' relyefiga qaramasdan qutqaruvchilar jasadlarni xavfli hududdan olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Rasmiylar operatsiya yuqori xavf sharoitida o'tkazilganini va qutqaruvchilar to'liq kun ishlaganini ta'kidladi. Amaliyotda Basarnas harbiylar, politsiya, tibbiy xizmatlar, volontyorlar va mahalliy aholi ishtirok etgan. Qurbonlar Singapur fuqarolari Heng va Sha hamda Indoneziya fuqarosi Angel ekani ma'lum qilindi.